Bu videoni yurib boshlab ko'rmasin ochig'i va ushbu holatda umuman boshqa joyda takrorlay ko'rmang. Hayot uchun xavfli, ochig'ini aytsam. Hozir sizlar bilan mana shu qop paketni qanchalik mustahkamligini sinash maqsadida balandligi taxminan ushbu 3 metrlik tomdan xullas hozir pastda ushbu qopda 2 kishi ochib turadi. To'g'ri ushbu qopga sakrayman, ichiga tushaman va qani meni ushbu qop paket ushlab qola oladimi yoki yo'qmi? Xullas qo'pol qilib aytganda hayotimni bitta qop paketga tikib yuboryapman-da. Akalar tevadan sakra olmaymiz. Jon shirin baribir. Mashina o'zidan ushbu paketimiz qanchalik baquvvat chidamliligini ko'rsatib beramiz. Qani bismillah. Hop. Shuni qo'ydim. Xo'p, ushbu paketimiz qanchalik ko'taradi o'zi? 50 kilo. 50 kilo 60 kilo ko'taradi. Lekin meni vaznim taxminan 70 kilo atrofidaman. 68-70 kilo. Endi qani qanchalik baquvvatni ko'ramiz. 1 2 3. O, tiygan ham yo'man даже. Shuni tortaylik maqtan. Ancha-munchagani yirtilmayapti. Qisqa qilib aytganda, bodring qop kerak bo'ladi deydi-yu, dehqonchi akalarimiz. Bozordan mashina foydasini qo'yib sotishadi va qimmatroq qo'yishingiz mumkin-da. Siz anchalik dehqon bo'lib, kattaroq miqdorda yoki kattaroq bir tonnalarda bozorga olib chiqmoqchi bo'lsangiz, to'g'ridan-to'g'ri kelib bizdan o'zimizda qo'lni birinchi qo'l sifatida olsangiz bo'ladi-da mashinasini. Sifatligini ko'rdingiz. Shaxsan 50 kilo 60 kilo ham ko'taradi deyishyapti, lekin bir o'zim mana 70 ga yaqin kiloman ortig'ini ham ko'taryapti-da. Sizga ham ushbu turdagi paketlar, qop paketlarimiz kerak bo'lsa, hozirroq ushbu nomerlarga bog'laninglar yoki bizga direktdan murojaat qilsanglar, o'zimiz chiroyli qilib yetkazib beramiz.